Bugun biz siz bilan oddiy temir, kuydirilgan temir, atsinkovka, galvanizatsiyalangan, xromlangan temir, alyuminiy va nержавейка, ya'ni zanglamas po'lat haqida tanishib o'tamiz. Oddiy temir nima u? Bu temirning uglerod qotishmasi. Biz temir deganda ko'pincha aynan shuni tushunamiz. Eng asosiy va keng tarqalgan konstruksiya materiali. Asosiy xususiyati himoyalanmagan, namlik va kislorod ta'sirida juda tez zanglaydi, korroziyaga uchraydi. Afzalliklari: arzon, juda mustahkam, payvandlash va qayta ishlash oson. Kamchiligi: zanglashga o'ta moyil, tashqi muhitga mutlaqo bo'yash, moylash yoki boshqa himoya qatlami bilan qoplash kerak. Qayerlarda ishlatiladi? Qurilish armaturalari, binolarning temir karkaslari, mashinasozlik detallari keyinchalik bo'yaladigan bo'lsa. Kuydirilgan temir, ya'ni xalq tilida chorniy metal. Bu aslida o'sha oddiy uglerodli po'lat, lekin unga yuqori haroratda, ya'ni 900 gradusdan yuqori gradusda ishlov berilib, prokatdan o'tkaziladi. List yoki profil shakliga keltiriladi. Asosiy xususiyatlari: yuqori harorat tufayli yuzasiga qoramtir, okalin, ya'ni kuyindi qatlami paydo bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha qora temir, ya'ni chorniy metal deb ataladi. Yuzasi biroz g'adir-budir bo'ladi. Afzalligi: oddiy temirga nisbatan arzonroq, juda katta o'lchamdagi listlar, profillar, shveler, ugalok tayyorlash uchun ishlatiladi. Kamchiligi: yuzasi aniq o'lchamda va silliq bo'lmaydi. Oddiy temir kabi zanglab ketadi. Qayerda ishlatiladi? Qalin devorli trubalar, relslar, qurilishdagi yirik metal konstruksiyalarda ishlatiladi. Atsinkovka, galvanizatsiya. Bu oddiy po'lat disk bo'lib, zanglashdan himoya qilish uchun yuzasi rux, ya'ni sink moddasi bilan qoplangan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu baribir qoplama, zanglash ehtimolini oz bo'lsa-da kamaytirishi mumkin. Rux qatlami temirni himoya qiladi. Hatto rux qatlami biroz chizilsa ham, u qurbonlik himoyasi, ya'ni katodli himoya hisobiga temirni zanglashdan saqlashda davom etadi. Yuzasi odatda kulrang, ba'zilari gulli, kristal naqshga ega bo'ladi. Afzalligi: zanglashga chidamliligi oddiy temirdan ancha ustun, narxi nisbatan hamyonbop. Kamchiligi: rux qatlami vaqt o'tishi bilan, ayniqsa kislotali muhitda yeyiladi. Payvandlash jarayonida rux bug'lanadi va chok atrofi himoyasiz bo'ladi, ya'ni payvandlab bo'lmaydi. Qayerlarda ishlatiladi? Tom yopish materiallari, tunuka, suv oqova trubalari, ventilyatsiya qutilari, chelaklar, qishloq xo'jalik anjomlariga ishlatsa bo'ladi. Lekin bugungi kunlikda hech kim, o'ylaymanki, suv oqova trubalarga ishlatmaydi. Xromlangan temir. Bu ham oddiy po'lat, lekin uning yuzasi xrom moddasi bilan juda yupqa qatlamda qoplangan. Bu ham qoplama, eslatib o'taman. Asosiy xususiyati: juda yaltiroq, ko'zgu kabi silliq ko'rinishga ega. Asosiy maqsadi chiroyli tashqi ko'rinish, dekorativ va yuzaning qattiqligini oshiradi. Afzalligi: juda chiroyli ko'rinadi, ishqalanishga chidamli. Kamchiliklari: qoplama jarayoni qimmat. Agar qoplama zararlansa, chizilsa, ko'chsa, uning tagidagi oddiy temir juda tez zanglaydi va qoplama po'st tashlab ko'cha boshlaydi. Qayerlarda ishlatiladi? Mebel oyoqlari va tutqichlari, avtomobil disklari va bamferlari, ya'ni eski modellardagi bamferlar, vannaxona anjomlari, smesitel. Alyuminiy. Bu umuman temir emas, bu alohida yengil metal. Texnik nomi alyuminiy. Tarkibi sof metal, qotishmalar ham bo'lishi mumkin. Afzalligi: po'latdan taxminan 3 barobar yengil. Tabiiy zanglamaydi, havoda o'zini o'zi himoya qiluvchi yupqa oksid parda hosil qiladi va shu bilan korroziyani to'xtatadi. Kamchiligi: yumshoq, po'latchanlik qattiq va mustahkam emas. Qimmatroq, po'latdan ancha qimmat, maxsus argonli svarka va katta tajriba talab etadi. Qayerlarda ishlatiladi? Eshik rom profillari, masalan bugungi kunda biz ishlatib kelayotgan akfa, samolyotsozlik, elektrik kabellari va ayrim holatlarda idishlarda ham ishlatiladi, lekin sut mahsulotlarini saqlashda tavsiya etilmaydi. Zanglamas po'lat, nержавейка. Bu qoplama emas, bu qotishma. Oddiy temir tarkibiga ma'lum miqdorda, kamida 10% bo'lgan xrom qo'shib tayyorlanadi. Ba'zan nikel, molibden kabi boshqa elementlar ham qo'shiladi. Asosiy xususiyati: tarkibidagi xrom havodagi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, metall yuzasidagi ko'zga ko'rinmas, lekin juda mustahkam himoya pardasini oksid plyonka hosil qiladi. Bu parda chizilsa ham darhol o'zini o'zi tiklaydi. Shuning uchun u zanglamaydi. Afzalligi: korroziyaga to'liq chidamli, gigiyenik, oziq-ovqat va tibbiyot uchun ideal, kislota va ishqorlarga chidamli. Kamchiligi: narxi
boshqalarga qaraganda ancha qimmat. Qayta ishlash, kesish, payvandlash biroz murakkabroq. Qayerlarda ishlatiladi? Professional oshxona mebellari, tibbiyot uskunalari, oziq-ovqat sanoati, kimyo zavodlari, arxitektura, panjaralar, fasadlar va perilalar uchun ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, temir degani bir xil emas. Biri arzon, biri yaltiroq, biri yengil. Lekin hech qaysisi zanglamas po'lat nержавейка kabi mustahkamlik, gigiyena va chidamlilik bera olmaydi. O'zingiz o'ylang, siz oshxonangizga bir martalik ishlatiladigan materialni tanlarmidingiz yoki bir umrlik sarmoyani?